Assalomu alaykum kanalimizning muhtaram obunachilari va bizni doimiy kuzatib boradigan aziz obunachilar. Bugun mana Toshkent viloyati mana Qibriy tumaniga yetib keldik. Bu yerdan sizlarga sotiladigan Angus parodidagi mana katta, kichik novochalar sizlarga sotiladiganlarini ko'rsatib o'tamiz, narxlarini aytib o'tamiz. Bular mana chet eldan olib kelinar ekan. Hozir mana kakras yemayotgan joyga yetib kelibmiz. Sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni ham berib, narxlarini ham aytib o'tib, sizlarga harakat qilamiz. Albatta kanalimizda mehmon bo'lsanglar obuna bo'lib, videoning ostiga bir donagina klass bosib qo'yishni unutmaysizlar. Videomiz yoqsa like bosib, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa sizlarga keyingi videolarimizni bundan ham qiziqarli qilishga harakat qilamiz. Xo'sh, biz hozir mana bu yerda kattalari, nari tomonda kichkinalari ekan. Shularni hozir narxlarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Xo'sh, mana aziz obunachilar, hozir bular mana somon bilan kepe yeyapti ekan. Angus paroda mana qora, ko'pchilik biladi. Angus juda ham bizni sharoitimizga mos keladigan va yaxshi go'shtdor mol hisoblanadi. Bular hozir chet eldan kelibdi. Bir haftadan beri shu yerda hozir yemlanyapti ekan, sotilyapti ekan. Pastyana o'tirar ekan. Nari tomonda kishilarni ham bir qator sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda hozir 300 kilodan 450 kilogacha kattalar ekan. Kichkinalarni endi kilosini aytib o'tish hojati yo'q. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlari 6 milliondan 8 milliongacha. Jivoyasiga ham tortib berilar ekan. Bular 6 milliondan 8 milliongacha kichkinalari mana bu kichkina anguschalar. Sariq anguslarda bular. Shular mana 6 milliondan 8 milliongacha ekan. Hammasi mana juda ham bir ajoyib novochalar. Mana katta novochalarga keladigan bo'lsak, bular 12 milliondan 15 milliongacha ekan. Ranglarni xohlaganda o'zingiz tanlab olishingiz mumkin. Mana ham juda ham bir sifati zo'r ekan. Dastavkalari bor ekan, xudo xolasa. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Shu telefon nomerlariga aloqaga chiqib, bemalol o'zingizlar kelishib olishingiz mumkin. Bular ichida mana xunajini ham bor ekan. Xunajini olasizlar. Ko'pi mana novvoz aralash ekanda. Shuni aytib o'tishimiz kerak mana. Obunachilar mana orqa tomonlardan ko'rsatib o'tyapmiz. Taylarga e'tibor bermaysizlar, bu yer bozor mana ana manzilni ham tushuntirib qo'yasizlarga. Toshkent, Qibriy, Sho'ro hayvon bozori. Dushanba kunda ot bozor, chorshanba kunda mol bozor bo'ladigan bozorda orqa tomoni. Shuning uchun taylarga uncha e'tibor bermagan, orqa tomondan sifatlari juda yaxshi mana. Mana bu qoralari ham, mana bular ham sifatlari juda zo'r ekan. Bular misol yana ozgina ma'lumot beraman, o'zimiz sizlarga kelib chiqqan nima deydi. Bular oz narsa yeb ham tez semirib ketadigan bo'ladi. Oz narsa yeydi. Misol go'shtlarga o'xshab ko'p narsa yemaydi. Oz narsa yeb ko'p go'sht berishi bilan ajralib turadi. Ana kichkinalari ham yaxshi, tez et oladiganlar bular. Misol mana shularga ham tezroq yemga tashlasanglar, misol 6 milliondan ham beradi, 7 milliondan ham beradi. Oxiri 8 million. Kelishilasizlar. Bu bozor misol uchun mana shu narxi deb aytib qo'yildi. Misol kelishib qolsanglar 6 milliondan ham arzon 4 millionga ham olsanglar bo'ladi. Misol uchun kelishib qolsanglar arzonga ham beraveradi xudo xolasa. Bu yerda mana 20 tadan oshiq kattasi, 10 ta, 15 ta kichkinalari ham bor. Asosan mana shu qoralarini tavsiya qilaman. Qoralari ham juda yaxshi sifatli bo'ladi. Doim bu yerga kelib ketaveradigan joyda bu doim vaqt turilmaydi ekan. Rossiyadan cheres Qozog'iston olib kelib turib, keyin sotilar ekan. Mana shu yerdan kelib olib ketishlar mumkin. Bemalol, agar Toshkentlarni bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu Qibrayga kelib turib, Sho'ro mol bozorini desanglar, ko'pchilik ham biladi. Shu yerga kelib bozorda orqa tomoniga o'tiraversa, bu yerda akamizning nomerini beraman, telefonlashib olib ketishlari ham mumkin. Xo'sh, keyin aziz obunachilar, keyingi videolarimizda ham qanaqa mollarni sotiladiganlardan yoki bo'lmasa qanaqa biznes haqida chiqarishimizni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz sizlarga harakat qilamiz, sizlar aytgan narsalarni chiqarib, sizlar aytgan ma'lumotlarni berib o'tishga. Bo'ldi mana.
Ana sarı. Bolalar tushiryapti mana. Ulug'bek aka mana odam tushirishyapti bolalaringiz. Endi mana birinchi, ikkinchi kamar oxiriga pritsepini tushiryapmiz, oxiriga kamazligini tushiryapmiz. Ulug'bek aka, jo'nataman sizga syomkasini qilib. Oxirigisini tushirishyapti Ulug'bek aka. Keldi kamazingiz. Hozir ko'radi, o'qiyamatni olib tashlayman mana bola tushiryapti. Mana siz odamingiz o'g'lim. Qozog'istonlik odam. O'zim zot aytayman. Mana. Böyle syomkachi. Yaxshi o'tirsan. Fyomkachi qilma. Ha. Haydi. Hey, çok kopuyor mu? Yok, haydi pek. Cho. Şey alın. Cho.